Xo'sh, nega kelding? Haligi ayollar bayrami 8-mart yaqinlashib qopti. Shuni aytgani keluvdim. Xo'sh, indan keyinchi 8-mart bo'lsa nima bo'pti? Xotinlar jo'natishdi boyata. Sovg'a olishga qiynalmasinlar deb nima kerakligini aytib yuborishdi. Kim sovg'alar ekan? 8-martga. Hamma erkaklar sovg'a olishi shart ekan. Ular ko'pchilik bo'lsa, qaysi biriga sovg'a olib beraman? Hisoblab chiqishdi. Hovlingizda 22 ta ayol bor ekan, hammasiga bittadan iPhone olib berar ekansiz, xo'jayin. Ey bola, o'ng'singga qarab gapir. iPhone necha pul turishini bilasanmi o'zi? Axir hammasiga sotka olib berganman-ku. Sotka modadan qopti. Nimaga modadan qolar ekan? O'ylab gapirasanmi? Bo'lmasa-chi, hali bog'chapalarga shampan, maktab o'qituvchilariga gul bilan kanika olib berish kerak. Uga yaramas, nima deyapsan? 18 sana bilan bog'chaga chiqsa, 12 tasi maktabga borsa, hammasiga qandoq qilib yetkazaman? Boyota hali institutdagi ayol domlalar ham boylab turibdi. Tuzukroq sovg'a bermasa sachib qo'ymaydi. Voy, Parvardigor. 22 ta iPhone, bog'chaga shampan, maktabga konyak. Institut domlari ham bor hali. 8-mart deysanmi? Yana kim qoldi? Sovg'a olmagan. Oyligim yetadimi? Ro'yxat katta, xo'jayin. Hali quda taraf ham bor. Xafa bo'lishadi. Pulchi, pul. Qaynonalaringiz qoldi. Qayni singillaringiz ham bor. Xolalaringiz ham poylab turishibdi. Ammalaringiz ham umid qilib yotishibdi. Yig'lamang boyota. Bir kunlik 8-mart o'tadi ketadi. Turib padaringga la'nat shum qadam. Xudo, bitta bayramga shuncha xarajatni bilganimda umuman uylanmasdim. Voy! Nima gap? 8-mart.